voy Umid to'xta deyapti. Bo'ldi, iltimos menga motivatsiya berish to'xtat deyapti. O'rtoq, men seni yoshligimdan yoningdaman. Qo'y, meni uyim bor, mashinam bor. Meni ikkita qizim bor, o'g'lim bor. Men har kuni ishdan keyin borib, qizlarim bilan o'tirib, birga dars qilib, suhbat qilaman. O'g'lim bilan birga o'tirib futbol ko'raman. Onamning oldlarida ko'proq vaqt o'tkazaman. Qo'y, men seni yo'lingga kirmayman deydi. Men seni ko'raman, halovating yo'q deydi. Kechasi 2:00da ana onlayn bo'lib o'tirgan bo'lasan. Keyin ishxonaning gruppasiga kiraman orada. U meni kompaniyamda ishlaydi. Kechasi ham tochkalarni nazorat qilib yurgan bo'lasan, ertalab yana keyin soat 8 da ham menga сообщение yozsan. O'rtoq, qo'y, menga halovat kerak deydi. Mana shu oylik menga yetyapti. Mana shu meni baxtli qila olyapti. Seni yo'ling menga kerak emas. Kel shuni gaplashib olaylik sen bilan. Men hozir seni qo'lingda xodim bo'lib yurganligim meni baxtsiz qilayotgani yo'q. Meni sharaflantiryapti. Men do'stim bo'lsam ham, lekin rahbar sifatida seni jamoangga va seni boshlagan yo'lingga ketida yurish meni sharaflantiryapti. Bizani sen o'ylayotsan, bizga yetadi.